Barchangizga xayrli kun. Bugun judayam bir ajoyib holat bo'ldi, ajoyib voqea deydimi, to'g'risi xursand bo'lib ketdim. Kutmagandim, bugun ko'rigimga 3 ta ayol kelishdi. Uchalasini qo'lida mana bunaqa sertifikatlar bilan kelishdi. Nima deb o'ylaysizlar, bu nima sertifikat? Bu ayollar Ahmad Tea korxonasida xizmat ko'rsatisharkan, ishlasharkan. Ya'ni Ahmad Tea xodimlari, Ahmad Tea rahbari Dilnoza Hajayevada, Jumayeva, kechirasiz, Jumayeva Dilnoza mani patsiyentim ekanlar, rahbar. Va mana shu ayollarga sovg'a sifatida mana shunaqa sertifikat berganlar, ya'ni Nodira Yaqubovadan muolaja olishga. To'g'risi judayam xursand bo'ldim, judayam kayfiyatim ham ko'tardi, g'ururlandim va xursand bo'ldimki, O'zbekistonda mana shunaqa rahbarlar, korxonalar borligidan ayollarni kayfiyatini ko'tarish uchun, albatta o'zlariga bo'lgan ishonchi ko'tarish uchun va qolaversa korxonaga bo'lgan xizmatni yana ham kuchaytirish uchun bu albatta judayam bir zo'r motivatsiya deb hisoblayman ayollar uchun. Boshqa korxona rahbarlariga ham mana shu korxonadan o'rnak olishni tavsiya qilgan bo'lardim. Faqat menga, balki mijoz ishchilaringlarni, xodimlarni motivatsiya berish uchun kosmetologlarga jo'natsanglar yoki salonlarga, hamma ayol ham bu narsani o'ziga nima deydi, vaqt ajrata olmaydi yoki ba'zan pul ajrata olmaydi. Bola chaqam deb yuguradigan ayollar ko'p, alhamdulillah. O'zbegim ayolidan menimcha kuchlisi yo'q deb hisoblayman. Xursand bo'ldim, to'g'risi. Judayam xursand bo'ldim va men ham o'zim xabarim yo'q bu narsadan. Shu xursandchiligimni va korxona rahbari qilgan ishga men o'z hissamni qo'shishim uchun va mana shunaqa ishchi, fidoyi ayollar ko'payishi uchun va ularni kayfiyatini ko'tarish uchun men ham o'z sovg'alarimni tayyorlab qo'ydim. Biz ham, ya'ni men shaxsan Nodira Yaqubova komandamiz tomonidan, klinikamiz tomonidan sovg'alar tayyorladik. Chunki muolajadan keyin uy parvarishi juda ham muhim. Bu ayollarga esa uy parvarishi uchun narsa sotib olishinglar kerak deyish menimcha noo'rin bo'lardi. Kayfiyat oxirigacha yaxshi bo'lishi kerak, motivatsiya oxirigacha bo'lishi kerak. O'shaning uchun men ham o'zim hissamni qo'shishga qaror qildim. Mana shu uyda parvarish qiladigan barcha mahsulotlar, eng keraklilari sizlarga sovg'a va albatta korxona rahbariylarga ham kattakon rahmat. Xursandmizlar. Sizlarga ham rahmat, ishonchingiz uchun rahmat. Rahbariylarga ham kattakon rahmat deb qo'yaylik. Shunaqa ishonch bildirilgani uchun sizlarga katta rahmat. Bularni hammasini ichida sizga kerakli SPF, yuz yuvadigan unvonlar, tonik, kechqurun surib yotadigan kreminglargacha hammasini solib qo'ydik. Buni qizlarim hammasi tushuntirib berishadi. Hammaga katta rahmat. Mana shunaqa kayfiyat ko'taradigan, ayollarimizga yana ham ruhiyatini ko'taradigan ishlar, savob amallar ko'paysin. Sog' salomat bo'linglar. Katta rahmat.